Allah bizni bu dunyoga yaratgan ekan, agar xulosalasak. Yani bizni yaratgan, yaratish, barliqqa keltirish bir ne'matni ato qilgan ekan. Bizga ta'minlash ne'matni ato qilgan ekan. Ondan keyin, ma'nodan keyin bizni yaratib yashaydigan bir holatga kelib bo'lgandan keyin Allah dunyoni yaratgan bir sistem bor. Bizning shu sistemga mos shaklda, shu nizomga mos shaklda yashab, dunyoda qalaymaqan yo'llarda yoki mos kelmaydigan shaklda yashab qilib xapliqqa qolmaslik uchun bizni yetaklashdan, bizni to'g'ri yo'lga boshlashdan iborat bu eng buyuk ne'mat bo'lib endi. Yaratdi, bizni yashash imkoniga qildi va yashagandimi to'g'ri shaklda yashaydiganga bir sistemga bizni boshladi. Ya'ni hidoyat ne'mati. Bularni asliga vaqtimizda bizda tunji paydo bo'ladigan narsa nima bo'lsa, minnatdorlik sezimi. Teşekkürümüzü bildirish sezimi, xursandlik tuyg'usi bu birinchi bizda paydo bo'ladigan narsa. Masalan, misol olsak, birisi bir odam deylik, yana bir o'zidan iqtisodiy jihatda yoki boshqa imkoniyat jihat yuqori bir kishidan nurg'un yordamlarga erishdi. Qarasa, uningga nurg'un iqtisodiy jihatda yordamlarni berdi, mashinadan birini olib yaqilg'ularini olib. Demak, uning kundalik turmushlarining hammani qamdidi. Hamda biz insonlik nuqtasidan boshqasini qo'yib turaylik. Insonlik nuqtasidan shu narsalarga erishgani, shu narsalardan ta'minlagan kishiga nisbatan avval qalbidan paydo bo'ladi. Ikki tuyg'u, minnatdorlik tuyg'usi paydo bo'ladi. Mana bu shukr hamdiningki, ya'ni Allohga aytadigan shukrning birinchi qadami. Yurkida avval minnatdorlik tuyg'usi paydo bo'lish. Ondan keyin bu yurakdagi minnatdorlik tuyg'usininki birinchi ifodasi tilda uni ifodalash. Biz Alloh subhanahu va taologa davomli deymizki, lakal hamdu ya Rob, lakal shukru ya Rob. Davomli Alloh subhanahu va taoloni biz bergan ne'matlarni eslash orqali, ey Alloh, meni sizlar yaratdilar. Meni marhamat qillar. Bu dunyoda yashaydigan asosimni tiklab berlar. Muvaffaqiyat berlar, g'alaba berlar, muzaffar qillar. Menga shuncha ne'matlarni berlar, endi o'zlariga men tashakkurimni bildiraman. O'zlariga minnatdorligimni bildiraman deb til orqali ichki xursandlik tuyg'usini sirtqa qanday qilish, ifodalash. Ya'ni qalbningki bergan ne'matlarga qarata minnatdorlik tuyg'usini biz til orqali sirtqa qanday qilamiz, chiqaramiz. Ya'ni xuddi namozimizda sami'allohu liman hamida deymiz-ku. Namozimizda har doim alhamdulillahi robbil alamin deb alhamdu deb boshlaymiz-ku. Bu til orqali aytgan ne'matimiz bu ikkinchisi bo'ladi. Tashakkur, minnatdorlikningki ikkinchi bosqichi. Birinchi bosqichi deganimizdek qalbda minnatdorlik tuyg'usi bo'lish, xursandlik tuyg'usi. Ikkinchisi til orqali shu minnatdorlikni qanday qilish, ifodalash. Uchinchisi bu qalbdagi minnatdorlik tuyg'usi va tilimizda ifodalangan bu minnatdorlik tuyg'usini amaliy ish harakatimizga qanday qilish, aylantirish. Sura Sabaning 13-oyatida Alloh subhanahu va taolo da'vatudi: "I'malu ala Davud shukra. I'malu ala Davud shukra va qalilun min ibadiy shakur." Sen tashakkur bildirmoqchi bo'lsang, minnatdorlikni bildirmoqchi bo'lsang, erishgan yaxshilikqa javob qaytarmoqchi bo'lsang, ishla da'vatidi. Ish qil da'vatidi. Ya'ni mu'min Allohning o'zini yaratganlik, dunyoda uningga rizqlarni berganlik, ne'matlarni berganlik, to'g'ri yo'lga boshlaganlik, ne'matlariga qarata qaytaradigan javobi qarshiligi Allohning xalqiga yaxshilik qilish, Allohning xalqi uchun xizmat qilish orqali bo'ladi. 3 bosqich bilan bir odamning minnatdorligi mukammallashadi.